Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. Bugun 8-iyun, hafta kuniga yakshanba, 2025-yil. 20-fevralda ekkan kartoshkalarimizni mana kavlashni boshladik. Bismillah. Palak urilyapti hozir. Bir tupdan mana bir tup kartoshka. Konstansi. Bir tupdan mana hosildagi birinchi sortga mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Bu ham ikkinchisi ham bir kichkina emas bu ham. Katta tuxumdagi kartoshka. 7 ta yedik. Alloh barakasini bersin.